Tasavvur qiling, insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichi boshlandi. Bu endi shunchaki texnologik yuksalish emas, bu bizning hayot tarzimiz, ishimiz, jamiyatimiz va hatto ongimizni o'zgartirib yuborayotgan global o'zgarishdir. Siz guvoh bo'layotgan inqilob bu 4-sanoat inqilobi. Klaus Schwab, Jahon iqtisodiy forumi asoschisi, bu kitobda texnologiyalar qanday qilib dunyoqarashimizni butunlay o'zgartirayotganini ochib beradi. U sun'iy intellektdan tortib, gen muhandisligi, blockchain, 3D bosma va raqamli iqtisodiyotga qadar zamonaviy texnologiyalarni chuqur tahlil qiladi. Inqilob bu safar nafaqat zavodlarni, balki ongimizni, axloqimizni va ijtimoiy tizimlarimizni ham o'zgartiryapti. Bu o'zgarishlar yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Lekin shu bilan birga muammolar, xavflar va murakkab savollarni ham keltirib chiqaradi. 4-sanoat inqilobi bu kelajak sari yo'l ko'rsatuvchi asar. Unda texnologik yuksalish insoniyat manfaati uchun qanday xizmat qilishi mumkinligi haqida o'y yuritiladi. Har bir inson, har bir rahbar, har bir davlat bu o'zgarishlarga tayyor bo'lishi lozim. Bu kitob buzg'unchilik emas, balki imkoniyatlar haqida. Bu ogohlantirish emas, bu taklif. Kelajak allaqachon eshik qoqmoqda. Siz unga qanday javob berasiz? Dunyo o'zgaryapti, tezlik bilan, ko'z ilg'amas darajada. Kecha hali fantastika bo'lgan narsa bugun haqiqat. Sun'iy intellekt qaror qabul qilmoqda. Mashinalar bir-biri bilan gaplashmoqda. Inson DNKsi kod sifatida o'qilmoqda. Real va virtual olam o'rtasidagi chiziq yo'qolmoqda. Bu oddiy taraqqiyot emas, bu inqilob. 4-sanoat inqilobi. Klaus Schwab bu asarda sizni texnologiyalar ortidagi chuqur jarayonlarga chorlaydi. Bu faqat qurilmalar yoki dasturlar haqida emas, bu biz kim ekanimiz, qanday yashaymiz va qayerga ketayotganimiz haqida. Bu jamiyat, siyosat, iqtisodiyot va ongimizning o'zgarishi haqida. Bu insoniyat kelajagini shakllantiruvchi kuch haqida. Kitob har birimizni savolga tutadi. Texnologiyalar bizni boshqaradimi yoki biz ularni? Rivojlanish barchaga tengmi yoki faqat ayrimlar uchunmi? Axborot qudratimi, xavfmi yoki ikkisi birdanmi? 4-sanoat inqilobi bu faqat tahlil emas, bu uyg'otuv. Bu kelajakning sadosi, bu harakatga chorlov.